Dadam, men ketdim. Qayoqqa ketyapsan? Anvar bilan to'p o'ynayman. Ana to'q alkash to'g'rini aytyapsanmi? Uni dadasi alkash emas, suvarchik. Va unga qo'shilma, uni otasi alkash. Meni jo'ram bo'lgan yoshida, tushunyapsanmi? O'g'li ham alkash bo'ladi. Undan ko'ra, aynan o'g'li Valiga qo'shil. Men dadam boy, kuchli, mashinachi hammasi bizniki. Men dadam baquvvat har kuni ertalab tosh ko'taradi, chopadi. Bir ursachi, kuchga deb o'lib qoladi. Kim bu arriq odam? Tanimayman. Nima bu yoz mashinnikda o'g'liga qo'shilding, buni otasi yolg'onchi, o'g'li yolg'onchi. Shunga qo'shilib yolg'onchi bo'libsan sen ham. Undan ko'ra, Alini o'g'li Valiga qo'shilgan yaxshi bola, Quz, qayt qimirdan. Sana Akmal befarosatga o'g'liga qo'shilyapsanmi? U ham otasi shunaqa edi, biz bilan bitta davrada o'tira olmasdi. Farosatsiz. Undan ko'ra Alini o'g'li Valiga qo'shilgan, otasi mujik odam. Pul qidiryapsan? Tepada. Sen cho'ntagimda pul o'g'irlashni o'rganibsanmi? Sen otash o'g'rini o'g'liga qo'shilib, o'g'irlikni o'rganding, tushundingmi? Sen ana Alini o'g'li Valiga qo'shilgan, tushundingmi? Bugundan qo'shilasan. Qo'shilaveraman. Vali, dadam aytdi, sen bilan o'ynar ekanman. Sen dadang erkak odam ekan. Voy, zo'r-ku, endi birga o'ynaymiz. Salom, papasham. Senga Alini o'g'li Valiga qo'shil degandim, qizlarga qo'shilib yuribsanmi? Yo'q, siz aytgandek Alakani o'g'li Valiga qo'shildim. Alo, Ali, sen o'g'illi bo'lganmisan yo qizli bo'lganmisan? O'g'illi bo'lganman, prosta qiz farzand kutgandim-da. Ay, yuragim. Ay, qattiq og'riydi-ku.